Bismillahirrahmanirrahim. İtikapta olturuşqa dair ahkamlar. Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Bütün hamdu sana ibadet qilishqa loyiq bo'lgan Haq subhanahu va taologa bo'lsin. Bütün dunyoga rahmat qilib avatilgan oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va qiyomatga qadar uningga ergashganlarga oliy ehtirom va salomlar bo'lsin. İtikapta olturuş qachon vacib bo'ladi? Ma'lum muddat itikapta o'tiraman deb nazar qilgan bo'lsa, shunchalik muddatda itikapta o'tirish vacib bo'ladi. Shundaqla 3 ulug' masjidning birida itikapta o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, shu masjidda itikapta o'tirish vacib bo'ladi. Boshqa odatdagi masjidlarning birida itikapta o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, qaysi bir masjidda itikapta o'tirsa bo'laveradi. Chunki 3 masjidning fazilati alohida farqlidir. Ayşe raziyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Allohga itoat qilishga nazar qilgan bo'lsa, uningga itoat qilsin. Kimki Allohga osiylik qilishga nazar qilgan bo'lsa, Allohga osiylik qilmasin. Yana bir hadisda Umar raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Men jahiliyatda Masjid-i Haramda bir kecha itikaf qilishga nazar qilgan edim" deb so'ragan edi. Rasululloh "Nazringni ado qil" dedi deyilgan. Bir oy itikafda o'tirishni nazar qilgan kishi qanday qiladi? Muayyan bir oyni belgilab, "Men palona oyda itikafda o'tiraman" deb nazar qilgan bo'lsa, shu oyda itikafda o'tirishi vojib bo'ladi. U oyda itikafda o'tira olmay qolsa, qazosini qilish vojib bo'ladi. Qazosini kun ulab bir oy qilsimi yoki biror kundan arlab qilsimi bo'ladi. Agar Ramazonning oxirgi 10 kunida itikafda o'tirishni nazar qilib, itikafda o'tira olmagan bo'lsa, keyin oyning oxirgi 10 kuni mo'ljallangan bo'yicha 10 kun chiqmay 9 kun chiqib qolsa, qazosini qilganda 9 kun qilib olsa bo'ladi. 2 kun itikafda o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, 2 kunduz oraliqidagi bir kechada itikafda o'tirishi vojib bo'ladi. Ba'zi olimlar 2 kecha kunduz o'tirishi vojib deb qaraydi. İtikafni buzadigan omillar. 1. Jimo qilish va uning suyish, quchoqlashdek muqaddimalari itikafni buzadi. Alloh taolo Qur'onda mundaq degan: "Sizlar masjidda itikafda o'tirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar." 2. Ehtiyoj bo'lmagan ahvolda masjiddan sirtga chiqsa itikaf buziladi. Ayollarmi uyidagi namoz o'qiydigan joyda itikaf qilgan bo'lsa, ehtiyoj bo'lmasa-mu u joydan chiqsa itikafi buziladi. Zarur ehtiyoj bo'lib sirtga chiqsa itikaf buzilmaydi. 3. Hayz va nifos holati itikafni buzadi. Hayz kelib qolsa masjiddan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Chunki hayzdor masjidda tursa bo'lmaydi. 4. Mast qiladigan moddalarni iste'mol qilish itikafni buzadi. İtikaf buzuludi deganimiz burunqi itikafi to'g'ri, bu ishni qilish bilan itikaf uzildi deganlik bo'lib, keyin yangi vaqtdan itikafga kirsa bo'ladi. İtikafda o'tirganda qaysi ishlar uchun sirtqa chiqishga bo'ladi? Tahorat sundirish va ilish, g'usl vojib bo'lganda g'usl qilish, tamoq yeyish va ichimlik ichish, turgan masjiddan juma o'qiladigan jamiga berish, o'tar yo'lda kasalni yo'qlab o'tish, guvohlik berish, ig'irroq kasaldan davolanish qatorliq ishlarga chiqsa, itikaf buzilmaydi. Umuman, sirtqa chiqmasi bo'lmaydigan zarur ishlar uchun chiqsa bo'ladi. İtikafda o'tirgan kishi unutib qolib yoki majburlanib masjiddan chiqib ketsa, itikaf buzilamdi. İtikafda o'tirayotganligini unutgan holatda masjiddan sirtqa chiqib ketsa yoki masjid boshqaruvchilar yoki soqchilar tarafidan masjiddan chiqarib etilsa, itikafi buzilmaydi. Bu xuddi roza tutgan kishining ig'ziga majburlab turib suv quysa, gelidan o'tib ketsa-mu, rozasi sunmaganga o'xshash. İtikafi buzilmagan bo'lg'achqa, yuqorqidek ahvollarda masjidga qaytib itikafini davomlashtirsa bo'ladi. Qaytalmasa chora yo'q. Lekin keyin qaytalaydigan turuqliq masjidga qaytmasa, itikafi to'xtagan bo'ladi. İtikafda o'tirganda tijorat va hunar kasb qilishga bo'lamdi.
İtikafda o'tirgan kishi qo'rsoq ochganda, tomoq setib olishdek zarur ahvollardan boshqa ahvolda ilm setim, tijorat qatorliqlarni qilsa joiz bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda savdo setiq qilishdan to'sgan. İtikafda o'tirmagan chog'da masjidda savdo setiq qilish cheklangan bo'lg'achqa, itikafda o'tirganda albatta cheklanadi. Mayli ilib setiladigan tovar masjidda bo'lsin yoki boshqa joyda bo'lsin, o'xshash. Tabiinlardan Ata ibn Yasar degan zot masjidga bir narsa setayotgan bir kishiga: "Hey nadan, bu degan oxiratning bozori, savdo setiq qilmoqchi bo'lsang, dunyoning bozoriga chiqib qil" degan. Hunar kasblardanmi pul tepish uchun qilganlari cheklanadi. Chunki bu savdo setiqqa o'xshash pul tepish ko'zlanadigan ish. Masalan, kiyim tikish, mozdozlik qatorliqlar. Ammo o'zining kiyimi yoki oyog'i yirtilib ketgan bo'lsa, tikib olsa, yamib olsa bo'ladi. İtikafda o'tirganda telefon ishlatsa bo'lamdi? İtikafda o'tirgan kishi o'zining zarur ishi va boshqalarning hojatini ravo qilish uchun va boshqa yaxshi ishlar uchun boshqalarga telefon qilsa bo'ladi. Hatto hojatmanning hojatini ravo qilish, ishini qilishib berish uchun masjiddan sirtqa chiqsa-mu bo'ladi. Sahihaynda kelishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam itikafda o'tirganda ayoli Hazrati Safiya radhiyallohu anha uning qishig'i yo'qlab berib, masjid sirtida paranglashgan. Kecha bo'lg'achqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayolini uyiga olib qo'yib qaytgan. Agar biror zarur ish chiqib qolganda paranglashish cheklanmasa, zurriyat topilganda telefonda so'zlashishmi cheklanmaydi. Lekin bu ruxsatni intayin zarur ahvollarda ishlatish kerak. Kelganlar telefonlarni ilib so'zlashavermaslik, bo'lsa telefonni taqab qo'yish kerak. İtikafda o'tirganda ruxsat qilinadigan ishlar. Birinchi, masjidda tamoq yeyish, lekin samsoqqa o'xshash puruqi yomon yemakliklardan saqlanish lozim. Ikkinchi, masjidda yetish va uxlash. Uchinchi, atir va xushpuroqlarni ishlatish. Ayollarmi hidi erlarga purmaydigan bo'lsa, xushpuroq ishlatsa bo'ladi. Chachlarini tarisimi, maylisimi bo'ladi. To'rtinchi, masjidni maynat qilib o'tmaydigan bo'lsa, zarur bo'lganda chash tirnoqlarini ilish. Albatta, bu ishlarni itikafga kirishdan burun qilib olish lozim. 5. Masjid ichida turib nikohlanish, nikohiga ilish, nikoh o'qish va nikohga guvoh bo'lish. 6. Masjidda chidir tikish va shuningga o'xshagan parda to'siqlarni paydo qilish. 7. Ehtiyojli ishlarda paranglashish, ayoli yo'qlab kelsa so'zlashish. İtikafda o'tirganda o'qiydigan muayyan duo bormi? İtikafda o'tirganda o'qiydigan muayyan duo yo'q. İtikafda o'tirgan kishi duoyi talab, zikr tilovat, diniy ta'lim-tarbiya va muzokiralarni qilishi, nafl namoz va boshqa ibodatlar bilan shug'ullanishi, foydali kitob o'qishi yoki yozishi, shundaqla Qur'on va diniy bilimlarni o'qishi va o'qitishi, ortiq parang solmasligi, talash tortish, jidal majra va dunyo paranglarini qilmasligi kerak. Shundaqla itikafda o'tirish jarayonida hunar kasb yoki tijorat bilan shug'ullanmasligi kerak. İtikafda o'tiraman deb majburiyatlarni va boshqalarning haqlarini kechiktirishga bo'lmaydi. İtikaf nafli ibodat qatoriga kiradi. Shunga itikafda o'tirish vojib ishlarga to'salg'i bo'ladigan bo'lsa, itikafda o'tirmaslik kerak. Agar 10 kun to'liq itikafda o'tirishga vaqt bo'lmasa yoki xizmatdan ruxsat so'rag'ili bo'lmasa, bir kun, hatto yarim kun yoki bir kecha bo'lsa-mu itikafda o'tirish orqali bu ibodatni qilib olish bekmi foydali. İtikafda o'tirish uchun xizmatini tashlay olmaydiganlar xizmat vaqtida xizmatiga chiqsa bo'lamdi. Olimlar hojatdan sirt masjid tashqariga chiqishni itikafni buzadigan omillarning biri deb qaragan. Zarur ishlar uchun chiqishga ruxsat qilgan, ammo ishi va xizmati uchun tashqariga chiqish ustida to'xtalmagan. Odatda kishi itikafda o'tirganda Alloh taologa ibodat qilishga to'liq vaqtini chiqarishi kerak. To'liq vaqtini chiqara olmagan ahvolda biror soat yoki biror kecha yoki yarim kun va yoki 2 namoz arliqi degandek qisqa vaqtlarda masjidda o'tirib itikafni niyat qilsa bo'ladi. Chunki itikafda o'tirish uchun to'liq 10 kun o'tirish shart emas.
İtikapdan chiqib ketsa qazosini qilish kerak bo'lamdi. Bir kun yoki 10 kun itikopda o'tirishni niyat qilgan bo'lsa, yoki niyat qilib itikopda o'tirishni amaliy boshlagan bo'lsa, itikopni ma'lum sabablar tufayli qila olmay yoki davomlashtira olmay qolgan ahvolda keyincha fursat topib qilib olsa bo'ladi. Keyin qilmasimi hech gap bo'lmaydi. Ya'ni qazosini qilish vojib bo'lmaydi. Chunki itikopda o'tirish vojib emas. Hatta bir muddat itikopda o'tirib bo'lgandan keyin niyat qilgan muddatga qadar davomlashtirmagan ahvolda burunqi itikop hisob bo'laveradi. Keyin chala qolganiga muhtoj bo'lmaydi. Imom Shafi'i rahmatulloh alayhi mundaq degan: itikop shundaqla boshlashdan burun boshlamasa bo'ladigan vojib bo'lmagan har qanday bir ishni oxirini davomlashtirmasdan chiqib ketsa bo'ladi. Oxirini to'liqlab etishni yaxshi ko'raman. Faqatla naflahij bilan umrini boshlab tamomlamagan taqdirda uning qazosini qilishi vojib bo'ladi. İmam Abu Hanifa rahmetullohi alayhining nazarida itikopning eng aqalli muddati bir kunduz bo'lg'achqa, bir kunlik nafla itikopga kirish bilan itikopni shamgacha tamomlash yoki tamomlay olmagan ahvolda qazosini qilish vojib bo'ladi. İmamning ikki shogirdining qarshida 1 soat bo'lsa-mu itikopda o'tirish joiz bo'lg'achqa, buzib etsa o'ltirgan vaqti itikopga hisob bo'lib, keyin xolisa yana kirsa bo'ladi. Lekin nazar qilgan itikop aslida vojib bo'lg'achqa, uni boshlab tamomlamasdan to'xtatgan ahvolda uning qazosini qilish vojib bo'ladi. Itikopda o'tirganda masjid tartibiga qanday rioya qilish kerak? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam itikopda o'tirganda bir kichik chidir tikizgan. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qatim turkcha chidirdan birini tikib, ishikiga bo'rini tiklab qo'ygan. Bu itikopning ruhiy va nishoni vujudga chiqish uchun qilingan ishdir. Nodonlar bo'lsa 10 kishilik chidirlarni tikib, parang so'qib, ziyoratchilarni kutib oladigan joyga aylantirib oladi. Albatta, masjidlarning xonaqalarida jamoat 5 vaqt namoz o'qib turadigan bo'lg'achqa, itikopda o'tiruvchilar jamoat namoz o'qiydigan joyda chidirlarni tikib, perdelarni tartib, saplarning tizilishiga, jamoatning imomni ko'rishiga to'salg'i bo'ladigan ishni qilmasligi kerak. To'salg'i bo'ladigan bo'lsa, namoz vaqtlarida perdelarni yig'ishtirib o'tishi kerak. Itikopda o'tiruvchi itikop jarayonida o'zi o'tirgan joyga boshqalardan haqliq bo'ladi. U o'tirgan joyni boshqalar egilib olsa bo'lmaydi. Ammo itikopda o'tirganda masjid ichidan alohida o'rin tayyorlab, ibodat vaqtlarida u yerga hech kimni kirgizmay, o'zining uyda qilib olishi to'g'ri bo'lmaydi. Agarda itikopda o'tirganda to'sishga ehtiyoj ko'rilsa, parda tortib, namoz vaqtlarida uni elib o'tishi kerak. Namozdan keyin yana parda tortib o'tirsa bo'ladi. Navoda masjidning xonaqasida jamoat ko'p bo'lmay bo'sh joylar qoladigan bo'lsa, jamoatga taqashmaydigan yerdagi pardasini ehtiyoj bo'lmag'achqa elib etmasmi bo'ladi. Ammo jamoat namozga saf tartib tuzilmaydigan masjidning hovlisi va peshayvonlardek ochiq joylarda bo'lsa, xolisa parda tortib, xolisa kichik chidir tikib itikopda o'tirsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Saqif qabilasining umikini masjidga o'rinlashtirgan. Hazreti Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu yaralanganda yo'qlashga oson bo'lish uchun masjidga chidir tikib yotqizgan. Ey Allah, bizni taat ibodatlaringga muvaffaq qilgin. Ne'matlaringga loyiqida shukr qilishga, sana to'g'ri ibodat qilishga yordam qilgin. Bizni taat ibodatning lazzatini tatiydigan, huzurlanadigan qilgin. Bizni payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi va sallamga to'g'ri agishadigan, uning sunnatini kishilar tashlab etsa ahyo qiladigan, dillari hidoyat mash'ili bo'ladigan, bar bo'lsa tunilmaydigan, yo'q bo'lsa izdalmaydigan, har fitna balolardan salomat chiqadigan ixlosmand bandalaringdan qilgin. Bu dunyoda haqda ching turib, oxirgi nafaslarimizgacha iymon va islomda tavranmay turishga nasib qilgin. Qiyomatda payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgin. Amin ya robbal alamin. Sajiya Islom tadqiqot markazi 1927-yili Ramazonning 24-kuni 2006-yili 15 avgust